qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar Odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi. Orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqaradi. Yolg'onga, adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar.